do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizma mani o'g'limga. Mani o'g'lim gapi shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kalbobo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda molxonlarimda bo'lsa ham sotib olib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Mayli qarang, o'g'lim bizagina o'qidi. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda molxonlarimda bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering unga. Lozim ishni olsa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz yaxshi kasblarni ekan. Mayli oling. Mayli. O'rningizmi quda? Nima kim kechaymi? Quda hech kim yo'lamas sizni. Urushmang, qudalarim bilan urushmang. Qarang, bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mushuk bo'ladi ozgina inson. Kasbiy mashina qolsa, yur bolam. Olmay chiqing. O'zing topgan qizing. Necha pulda, necha yuz dollar turadi bular? $100 tepaga qarab ketaveradi. Quda, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shu yerdan kiyinadi. Endi men $100lik uyalaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. $100lik. Topgan qizing, aytdim-ku senga, do'konimda qiz yaxshi uyda Nima atrofida qarayapsiz, okajon? Mo'ljalingiz nechta pul? O'zi biz bu yerdan qaramoqchi emas edik, eng qimmat dema.